Yigitlarning orasidan sizga shunday ajoyib hissiyotlari bor bo'lgan. Kelgusida siz unga ko'ngil qo'yib, rishtalarni mustahkamlab, o'z hayotingizni ishonib, u bilan turmush qurishingiz mumkinligi bo'lgan yana bir belgilardan biri shuki, u yigit har qanday holatda sizni поддерживать qiladi, qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, aytaylik, siz uni yonida shoh ham bo'la olasiz. U to'g'ri qabul qiladi. Yoki bo'lmasam qandaydir qayg'uli vaziyatlarda uni yonida bemalol yig'lab ham ola olasiz. Aytmoqchimanki, har qanday hissiyotga berilgan tuyg'uli hodisalarda siz uni yonida o'zingizni boshqa paytlardan boshqa odamlarga qaraganda xotirjamroq his qilasiz. Uni yonida siz o'zingizni erkinroq his qilasiz. Uni yonida siz borligingizni aniqroq bila olasiz. Uni yonida siz borligingizcha o'zingizni tutasiz. Bu ham albatta mana shu erkak, mana shu yigit kelgusida sizni shirindan shakar farzandlaringizni otasi bo'la olishiga bir belgi.